Demek bizda 2-sinflar uchun 15-mart 2025-yil kuni o'tkazilgan testimizni tahlilini o'tkazib olamiz. Demak, bizda birinchi savolda aytilgan edi. Quyidagi mana bu ikkita belgini o'rnida qanday amallar bo'lishligi savol so'ralgan edi. Demak, biz mantiqan o'ylab ko'rsak, 7 ni qandaydir songa qo'shsak yoki qandaydir sonni ayirsak yoki qandaydir songa bo'lsak 130 chiqmasligini bilamiz. Demak, 133 ni 7 ga bo'lib ko'ramiz. Qani bo'linadimi? Demak, bu bizda 19 hosil bo'ladi. Demak, mana bu yerda ko'paytirish borligi ma'lum bo'ldi, to'g'rimi? Biz 30 chiqarishimiz uchun ko'paytirar ekanmiz. Demak, bu yerdan 19 soni hosil bo'lishligi uchun, demak, mana bu yerda ham ko'paytiruv hosil bo'ladi. Ya'ni 5 kara 4 20, 20 dan 1 ni ayirsak, demak, yana 19 hosil bo'ldi. Demak, ikkita ko'paytiruv sharti bekitilgan edi. Demak, bu bizda B kaliti bo'ladi. Birinchi savol javobi B bo'ldi. Ikkinchi savolda aytayaptiki, 4 ta daftar deyapti. Demak, daftarlar soni 4 ta. Demak, bizda ruchkani 4 tasi, demak, 6000 so'm bo'ladigan bo'lsa, bittasini topish uchun 6000 so'mni 4 ga bo'lamiz. Demak, 1500 so'm ekan. Demak, ruchka 1500 so'm. Qalamimiz demak 10800 so'm bo'lsa, 10800 so'mni demak 6 ga bo'lsak, bir donasi ya'ni bu 1800 so'm. Ya'ni bu 1800. Keyingisi esa daftarimiz demak 21000 so'm ekan. Bu nechtasi? 14 tasi. 14 ga bo'lsa, demak bittasi 1500 so'mdan bo'ladi. Ya'ni daftarimiz 1500 so'm. Albomimiz esa ikkitasi 15000 so'm bo'ladigan bo'lsa, bittasini topish uchun 2 ga bo'lamiz, demak 7500 so'm. Ya'ni bu 7500 so'm ekan. Endi savolda aytilyaptiki, bizga 4 ta daftar. Demak, daftarlarni 4 ga ko'paytiramiz. Ya'ni bu 6000 so'm. Tushunarli? Demak, 6000 so'm. Keyingi holatda esa ikkita ruchka. Ikkita ruchkamiz qancha bo'ladi? 2 ga ko'paytirsak, demak 3000 so'm hosil bo'ladi. To'g'rimi? 3000 so'm. 5 ta qalamimiz. Qalamimiz esa 5 tasi 1800 so'mdan, demak bu 9000 so'm bo'lar ekan. Demak, 9000 so'm bo'lar ekan. Demak, bitta albomimiz 7500 so'm, bittasi bo'lsa, bittasi 7500 so'm o'zgarishsiz qolar ekan. Demak, 6000, 3000, 9000 va 7500 so'm hammasini qo'shib chiqadigan bo'lsak, bizda necha hosil bo'ladi? Demak, bularni hammasini qo'shib chiqadigan bo'lsak, demak, mana bu 12000 so'm, mana bu esa 13500 so'm bo'ladigan bo'lsa, u holda bu 25500 so'm bo'ladi. Ya'ni 25500 so'm bo'lar ekan. Savolda so'ralgan savolimizga javob, demak, ular qancha to'lash kerakligini aniqladik. Demak, savolimizga javob nima ekan? 25500 so'm bo'lar ekan. Demak, bu bizda to'g'ri javoblarda bu savolning javobi yo'qligi uchun bu albatta qo'shib beriladigan savol ekan. Demak, hammaga qo'shib beriladi. Bali, hammaga qo'shib beriladi. Bizda keyingi savol 13-savol bo'ladi. 13-savolda aytilyaptiki, demak, ikkita sandiq bor ekan. Mana bizda ko'rsatilgan ikkita sandiqni ko'rishimiz mumkin. Birinchi sandiqdan 18 ta tanga bor ekan. Demak, birinchi sandiqda demak 18 ta tanga bor bo'lsin. Ikkinchi sandiq esa bo'sh bo'lsa 0 bo'ladi, to'g'rimi? Endi birinchi sandiqqa bitta solinar ekan, ikkinchisiga esa 4 ta tanga solish boshlasa, necha kundan keyin sandiqlar to'lishni boshlaydi. Demak, birinchi kuni demak nima bo'ladi? 18 taga 0 ta, to'g'rimi? Demak, 18 taga 0 ta deb yozib olamiz. Endi demak, birinchi sandiqqa demak, bu birinchi amal ma'nosida tushunishimiz kerak. Birinchi sandiqqa demak bitta solinsa, bunga esa 4 ta solinar ekan. Demak, ikkinchi kuni nima bo'ladi? 19 taga bitta solaman va 4 taga yana 4 ta qo'shaman. Uchinchi kuni demak 20 taga bitta qo'shaman va 8 taga yana 4 ta qo'shaman. To'rtinchi kuni 21 taga bitta qo'shaman va 12 taga 4 ta qo'shaman. Demak, keyin 16 taga 4 ta qo'shaman, 22 taga bitta qo'shaman. Bu 5-kun. Demak, 6-kuni nima bo'ladi? 23 ta bo'ldi, bu esa 20 ta bo'ldi. Ana bunga bir qo'shsam, bunga esa 4 qo'shaman. Ana ikkisi tenglashib qoldi.
Demak, bu qaysi kun ro'y beradi desa, 6-kuni 24 taga 24 ta teng bo'lib qolyapti. Yoki bo'lmasa ham 18 ta edi, 0 ta edi. Bunga bittadan qo'shilganda, bunga esa 4 tadan qo'shiladi degan tenglamani ishlasak ham 3x barobar demak 18, x barobar 6, ya'ni 6 kundan keyingiligi tenglama asosida yechsak ham bo'ladi. Demak, tillar soni 6 kunda tenglashar ekan. 4-savolda so'rayapti. Ya'ni bu yerda bo'lish, ko'paytirish amali qoldiqli amallar ekan. 9 kara 6 ga 1 ni qo'shsak, demak bu 9 kara 6 plus 1. Ya'ni bu 55 ekan. M harfi demak 55 bo'ldi. N harfini topishimiz qoldi. 7 kara 7 qo'shilgan 6 demak bu n bo'ladi. Demak n harfi 7 kara 7 ga 6 ni qo'shsak, bu 49 ga 6 demak 55 ekan. Demak 55 dan 55 ni ayirib qiymatini toping deyapti. Demak savolga javob 0 ekan. Ya'ni bu D kalit bo'ladi. 5-savolda aytayapti, 3 tasi 36 bo'ladigan bo'lsa, demak bittasini topish uchun 36 ni 3 ga bo'lamiz. Demak 12 dan bo'ladi. Bu yashil kvadratlar 12 dan bo'lar ekan. Hammasini belgilab olamiz. Demak 6 burchagini topish uchun 52 dan 12 ni ayirishimiz bilan ikkitasi bo'lganligi uchun 2 ga bo'lsak, bittasi hosil bo'ladi. Ya'ni 40 ni 2 ga bo'lsak 20 hosil bo'ladi. Demak bu 20 dan ekan. Demak bu tenglik o'rinli bo'ldi. Demak 20 dan 12 ni ayirsak, demak 8 degan javob bo'ladi. Demak bu A kalitda boradi. Shunday, demak. Demak, bizda keyingi savol 6-savol ekan. Demak, uydan maktabgacha 879 qadam ekan. Ziyoda, demak, mana bu yerga 359 qadam yurib kelgandan keyin kitobi uyda qolganini esladi. Endi nima qilish kerak? Kitobni olish uchun ortga qaytish kerak ekan. Qaytib kelib, maktabga yana qaytib ketgan. Ya'ni bu qaytib keladi, yana maktabga qaytib boradi. Nima bo'ladi deyilsa, demak, Ziyoda hammasi bo'lib qancha bosadi? Avvalambor u demak 359 metr masofa bosdi, to'g'rimi? 359 yozaman va endi esiga tushib qoldi. Yana endi kitobni olib kelish uchun 359 metr orqaga qaytadi. Va endi u maktabga to'liq uydan yetib borishi kerak. Demak, bu 879 metr. Hammasi mana shu masofa bo'ladi. Bularni qo'shib chiqsak 1597 bo'ladi. Demak, bu D kalitda ko'rsatilgan. 7-savolda aytayapti. Demak, ikkitasi 12 bo'ladigan bo'lsa, 12 ni 2 ga bo'lsa, har biri 6 dan bo'ladi. Mana 6 deb belgilab olamiz. Demak, 16 dan 6 ni ayirsak, demak, sariq rangli meva demak 10 ga teng ekan. Buni ham 10 ga tengligini belgilab olamiz. Gilosimiz qancha bo'ladi desa, qizil meva, demak 20 dan 10 ni ayirsak, demak 10 ga teng bo'ladi. Demak, bu ikkitasi 10. 10 bo'ldi. Ikkita 10 va 6 demak 26 chiqdi. Bizdan 26 deb belgilasak shoshamiz, xato qilgan bo'lamiz. Shoshmasligimiz kerak. Nimaga qarashimiz kerak? Mana bu yerda sonning yarmini toping deyapti. So'rag'ondagi sonning yarmi demak 26 ni 2 ga bo'lishimiz kerak. Bu 13 bo'ladi. Bu B kalitga mos kelar ekan, to'g'rimi? Bizda keyingi savolimiz 8-savol bo'ladi. Berilgan shaklning perimetrini topishimiz kerak ekan. Demak, savolda aytilyapti. Berilgan shaklli perimetrini topish uchun hamma tomonlarni qo'shib chiqishimiz shart emas. Ya'ni mana bu chizig'ini olamizda pastga nima qilamiz? Ko'chirib qo'yamiz. Mana pastga qarab nima qilamiz? Ko'chirishni amalga oshiramiz. Endi keyingisi chiziq bo'ladi. Mana bu chiziq, to'g'rimi? Endi bu chiziqni ham nima qilamiz? Bu yerga qarab surib qo'yamiz. Mana bu yerga parallel surib qo'ydik. Oqibatda nima bo'ladi deyilsa, to'g'ri to'rtburchak hosil bo'ladi. Mana to'g'ri to'liq to'rtburchakka nima qildi? To'ldi. Endi buni perimetrini topib qo'yishimiz qoldi. Demak, perimetrini topamiz. 10 qo'shilgan 5 ni nima qilamiz? 2 ga ko'paytiramiz. Demak, bu 15 kara 2, demak 30 sm bo'ladi. Demak, bu S kalit bo'ladi. Keyingi savol. Perimetri 48 sm bo'lgan kvadrat rasmda ko'rsatilgandek 2 ga buklandi. Demak, 48 bo'lsa, 48 da demak 4 ga bo'lsak 12 dan bo'ladi. Demak, mana bu qismi ham 12, bu qismi ham 12. Teng bo'linsa, demak 6 dan bo'ladi. Demak, bu 6 bo'lar ekan. Mana bu ikkisini nima qilgan? Yonma-yon qo'ygan. Bu 12 bo'ladi. Va yana mana bunisi 12 ga 6 ligini nima qilgan? Yonma-yon qo'yib qo'ygan.
U holda nima bo'ladi? Bu ham 12 bo'ladi. Endi hosil bo'lgan to'g'ri burchakning yuzini so'rayapti. Demak, mana bu qismi 2 ta 12 24 bo'ladi va mana bu qismi esa 6. 24 ni 6 ga ko'paytirsak s barobar 24 kira 6. Demak, bu 144 bo'ladi. Demak, savolimizga javob demak bu shaklning o'zi demak 144 D kalitda ko'rsatilgan ekan. Demak, 10-savolga yuzlanamiz. Demak, bu yerda ko'paytirish emas, qo'shish jadvali ekan. Ya'ni qo'shish qanaqa bo'ladi? 8 ga 5 ni qo'shsak 13 bo'ladi. 8 ga 4 ni qo'shsak 12 bo'ladi. Demak, to'g'risiga yozilgan ekan. Demak, bizda xo'sh 6 ga nechiga 4 ni qo'shsak 10 bo'ladi deyilsa, demak bu yerda 6 bo'ladi, to'g'rimi? Demak, 6 ga 5 ni qo'shsak, demak bu yulduzcha demak 11 bo'lar ekan. Demak, savolga javob bu 11 ekan. So'roqda o'rnidagi savol yulduzcha, ya'ni 11 ekan. Keyingisi 11-savol. Mana shu sonning raqamlari yig'indisini so'rabdi. Demak, 2 ga 5 ni qo'shamiz, 5 ga 6 ni qo'shamiz. Natijani ularni hammasini qo'shib chiqishimiz kerak ekan. Demak, 2 qo'shilgan 5 qo'shilgan 6 qo'shilgan 7 qo'shilgan 2. Va bu yerda 4 ham bor. Demak, 6 ga 4 ni qo'shsak 10 qo'shilgan 7 ga 5 demak 12 va 2 ga 2 bu 4. Qo'shsak 26 hosil bo'ladi. Demak, 26 hosil bo'ldi. Sonning juft raqamlari yig'indisi so'ralgan ekan. Bizda aksincha bu yerda hammasini qo'shib tashlashimiz kerak emas ekan. Bu yerda juft raqamlari deyilibdi. Demak, juft raqamlar deyilsa 6 kirmaydi, 7 kirmaydi, 2 4 va 2. Bularni qo'shib qo'yishimiz kerak ekan. Demak, bu 10 bo'ladi, bu esa 4 bo'ladi. Demak, 14 bo'ladi. Demak, savolimizga javob demak bu A kalitda ko'rsatilgan ekan. Xo'p. Demak, bizda keyingi savol 12-savol bo'ladi. Endi savolga yuzlanadigan bo'lsak, uchburchak, kvadrat va aylana yig'indisi 19 ekan. Demak, biz bu yerdan yig'indini hisoblashimiz kerak. Demak, uchburchak, kvadrat va aylananing yig'indisi 19 ni 9 bir yodimizda, to'g'rimi? Yana uchburchak, kvadrat, aylanani qo'shsak 19 ni 9 bir yodimizda deya olmaymiz. Aksincha birni ham nima qilamiz? Qo'shamiz. Demak, bu 20 ni 0 ikki yodimizda bo'ladi endi. Uchburchak, aylana, kvadrat demak 19 da, ana bu ikki yodimizdagi bilan 21 ni biri bizda yana ikki yodimizda. 6 ga 7 ni qo'shsak 13, 13 ga 8 ni qo'shsak demak 21, 21 ga 2 ni qo'shsak 23 bo'ladi. Demak, javobimiz 23109 bo'ldi. Endi bizdan buni so'ramagan, natijani topdik, 23109. Endi raqamlar yig'indisini so'rabdi. Endi bularni nima qilishimiz kerak? Qo'shib chiqishimiz kerak har bir raqamlar yig'indisini. Endi bu qo'shib chiqadigan bo'lsak, bizda hosil bo'ladi. Demak, 2 qo'shilgan 3 qo'shilgan 1 qo'shilgan 0 qo'shilgan 9. Demak, bu yer 10 va mana bu yer 5. Ya'ni bu 15 ekan. Demak, bu D kalitga to'g'ri kelar ekan. Keyingi 13-savolimizga yuzlanamiz. Demak, 4 dan keyingisi 8. Demak, bu yerda 4 ga farq qilayotgan ekan. K demak 8 ga 4 ni qo'shsak 12 bo'ladi. 12 ga 4 ni qo'shsak 16 bo'ladi. 16 ga 4 ni qo'shsak M harfi 20 bo'ladi. 24 ga 4 ni qo'shsak demak N harfi 28 bo'ladi. Demak, K qo'shilgan L plus M minus N ni hisoblashimiz kerak ekan. Demak, bizda hisoblashni amalga oshirib qo'yamiz. Demak, 16 qo'shilgan 12 qo'shilgan 20 ayrilgan 28. Mana bu 28 va mana bu ikkisi ham 28. Demak, bular 0 ga aylanib ketadi. Savolga javob demak 20 bo'ladi. Demak, bu savolga javob demak A kalitda ko'rsatilgan ekan. Demak, xulosa o'rnida, demak bu savol javobini 20 desak to'g'ri bo'lar ekan. 14-savolga yuzlanamiz. M harfini topib, M ayrilgan 10 ni bizda savol qilib so'raldi, javob berishga harakat qilamiz. Demak, quyidagi amalni bajaramiz. Demak, 160 ni qanaqadir m soniga bo'lsak, 11 tadan 6 qoldiq ekan. Demak, 160 dan birinchi amalimiz, demak 160 dan 6 ni ayiramiz, demak 154 bo'ladi. Demak, 154 ni ikkinchi amal 11 ga bo'lamiz, demak bu 14 hosil bo'ladi. Demak, m harfining o'rnida 14 ekan.
Endi 14 dan 10 ni ayiramiz, bizda 4 hosil bo'lar ekan. Demak, savolga javob demak 4 bo'ladi. Aksincha 14 ni belgilagan bo'lsangiz, siz to'g'riligini endi bilib oldingiz. 15-savolga yuzlanamiz. Demak, 14-savolga javob berdik. 15-savolda aytilyaptiki, qaysidir sonni 9 ga bo'lsak, yana hosil bo'lgan sondan 1 ni ayirib, yana hosil bo'lgan sonni 10 ga bo'lsak, 8 chiqadi. Demak, teskari amal qilishni boshlaymiz. Demak, bu 8 kara 10 bo'ladi. Tushunarli? Demak, 8 kara 10 80 bo'ldi. Endi 80 dan nechidan 1 ni ayirsak 80 bo'ladi, 80 qo'shilgan 1 bo'ladi. Demak, bu 81 bo'ldi. 81 bo'ldi. Qaysi sonni 9 ga bo'lsak 81 bo'ladi deyilsa, demak 81 ni 9 ga ko'paytiraman. Demak, bu 729 hosil bo'ladi. 729 soni hosil bo'ldi. Noma'lum sonni o'zini emas, aksincha raqamlar yig'indisini topish kerak ekan. 729 ni qo'shib qo'yishimiz kerak raqamlar yig'indisini. Demak, 7 qo'shilgan 2 qo'shilgan 9, demak 11 ga 7 ni qo'shsak 18 hosil bo'ladi. Demak, bu dekalid. 16-savolga yuzlanamiz. Demak, 7 dan 4 ni ayirsak, demak 3 chiqadi. Mana bu 3 tasi 3 bo'ladigan bo'lsa, demak har biri 1 dan bo'ladi. Tushunarli? Demak 3 burchak 1 ekan. 3 burchak ostida demak 1 yashiringan ekan. Endi kvadratni topib qo'yishimiz kerak ekan. Demak, 9 dan 1 ni ayirsak 8, ular 2 ta bo'lgani uchun 2 ga bo'lsang, bittasi 4 chiqadi. Demak, 8 4 ga 2 ga bo'lsak 4 chiqdi. Demak, bular 4 dan ekan. Demak, 4 va 1 ni yig'indisi demak bu 5 bo'ladi. Demak, savolga javob demak bu C kalitda ko'rsatilgan ekan. 17-savolda aytilyaptiki, 17-savolga yuzlanamiz. Bu yerda berilgan shakllarning qaysi birida 9 ta ko'p soni bor deyilyapti. Masalan, oxirgi D javobdan boshlaymiz. Yaqinlashtirib ko'rsatamiz. Demak, mana bu yerda bitta bor, bu yerda ham bitta. Endi yuqoridan chiqib turganlar demak 2 ta bo'ladi, 2 ta bo'ladi. Nima bo'ldi desa, 2 kara 2, ya'ni bu 4 ta va 1 dan nechta? 1 dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta. 1 dan 6 ta demak bu 6 bo'ladi. Ikkisini yig'indisi necha bo'ladi desa 10 bo'lar ekan. Demak, bizda bu D emasligi ma'lum bo'ldi. Demak, bu yerda bittadan bor, bu yerda 2 tadan bor. Demak, 2 kara 3 6 ta bor va 1 kara 4 4 ta bor. Jami 10 ta bor. Demak, bu S ham emas. Endi keyingisi, bu yerda bitta bor, bu yerda bitta bor, bitta bor, mana bu yerda ham bitta bor. Xiraroq ko'ringan bo'lsa-da bor. Yana bu yerda 2 bor, bu yoqda ham 2 ta, bu yoqda ham 2 ta. Demak, 2 kara 3 demak 6 ta bor. 6 ta bor va 1 kara 4 demak 4 ta bor. Bularning yig'indisi demak bu yerda 10 ta bor. Demak, B ham emas ekan. Endi bunisiga o'tamiz. Demak, mana bu yerda demak 2 ta bor, bu yerda bitta bor, bu yerda bitta bor, bu yerda bitta bor va mana bu yerda ham bitta bor. Va mana bu yerda 3 ta bor. Endi bularni qo'shib qo'yishimiz kerak. Demak, 4 ta 1 demak 4 ga teng. 2 3 ni qo'shamiz. Demak, bu yerda 9 ta hosil bo'ladi. Demak, 9 ta savolning javobi bu A ga to'g'ri kelyapti. Demak, 17-savol javobi A bo'ldi. 18-savol. Demak, 2 yil necha oydan iborat deyapti. Demak, 1 yil 12 oymidi. U holda 2 yil A 12 kara 2 demak 24 oy desak bo'ladi. 24 oy demak ani o'rniga 24 qo'shishimiz kerak. 24 qo'shilgan necha? 8. Amalni bajarib qo'yamiz. Ko'paytiruv qovus tishida. Keyingisi mana bu yerda A. Bizda A necha chiqdi? 24 chiqdi. Ayrilgan 8. Demak, mana bu 16 bo'ladi. Bu esa 32 bo'ladi. Endi bularni ko'paytmasi 32 kara 16. Demak, 32 ni 16 ga ko'paytirib qo'yamiz. 192 bo'ladi va bu 32 bo'ladi. Bularni qo'shsak, demak 24 ga 8 ni qo'shsak va 24 dan 2 ni ayiramiz. Ya'ni bu 22 bo'ladi, bu esa 32 bo'ladi. 22 kara 32 demak tagma-tag ko'paytirib qo'yamiz. Bu hosil bo'ladi 44 va 66. Demak, bu 704 ekan. 704 bu B kalitga mos keladi. Demak, 18-savol javobi B bo'ladi.
Bizda keyingi savol 19-savol. Sinfda demak 35 ta o'quvchi bor ekan. Qizlar soni o'g'il bolalar sonidan 4 marta ko'p ekan. Demak, qizlar 4 barobar, o'g'il bolalar 1 barobar. Demak, ular 5 barobarni tashkil qiladi desak bo'ladi. Ikkinchi amal 35 ni o'g'il bolalar va qizlarni baravariga bo'lamiz, ya'ni bu 7 tadan bo'ladi. Demak, o'g'il bolalar 7 ta ekan. Qizlar 7 dan 4 marta ko'p deyiladi. Demak, qizlar qancha bo'ladi? Bu o'g'il bolalar bo'ldi. Bu qizlar esa 7 kira 4 28 ta bo'ladi. Demak, 28 ta 7 tadan 4 marta ko'p ekan. Demak, tasdiq to'g'ri chiqdi. O'g'il bolalar soni qaysi javob deb berilgan deyilyapti. O'g'il bolalar soni demak bu 4 deb belgilasak, 7 deb belgilasak bo'ladi. Ya'ni bu 7 talik bu B kalitda mos kelyapti. 20-savolda, xo'p, bo'sh kataklardagi sonlar yig'indisini savol qilib so'rabdi. Xo'sh, demak, bu yerda 3, 7, 11, keyin 15, bu yerda farq sezayotgan bo'lsangiz 4 ga farq qilyapti, to'g'rimi? 7 ga 4 ni qo'shamiz. Demak, 11 bo'ladi. 3 ga 4 7 edi. 7 ga 4 11. Demak, ko'rib olyapmiz. 11 ga 4 ni qo'shsak, demak 15. 15 ga 4 ni qo'shsak, demak 19 bo'ladi. 19 ga 4 ni qo'shsak, demak 23 bo'ladi. 23 ga 4 27 bo'ladi. Bu yerda ma'lum bo'ldiki, demak bu yerdagi noma'lum son 27 va 19 ekan. 27 ga 19 ni qo'shishadigan bo'lsak, demak 6 40 46 bo'lyapti. Demak 46 bu A kalitga mos kelyapti. Endi keyingi savol 21-savol bo'ladi. Sxemadagi savol bo'lar ekan. Demak, sxemani yechishimiz kerak. Nima bo'ladi desa, avvalambor mana bularni bir-biridan ayirib, buni ham bir-biridan ayirib, keyin esa qo'shib, keyin bu yerga yozishimiz kerak bo'ladi. Demak, 147 dan 93 ta ayirsak, demak 54 hosil bo'ladi. Demak, bu yerda 54 qo'shilgan. 160 dan 139 da ayirsak, demak bizda bu 24 hosil bo'lar ekan. 24 bu yerda. Bu necha bo'ldi deyilsa, demak bu 78 bo'lyapti. O'rniga yozamiz. 78. 24 ni 8 ga bo'lsak, demak 3 bo'ladi. 78 ni 3 ga bo'lsak, demak 26 bo'ladi. Bo'sh kataklardagi sonlarni aniqlab oldikmi? Bo'sh joydagi sonlar yig'indisini bizdan savol qilib so'rabdi. Demak, 78 ga 26 ni qo'shib qo'yish savol qilib so'ralgan ekan. Demak, 8 ga 6 ni qo'shsak 14 to'g'ri bir yodimizda bo'ladi. 7 ga 2 9 bir yodimizdagi bilan 10. Ya'ni bu 104 hosil bo'lar ekan. Demak, bu D kalitga mos keldi. 22-savolda aytyapti, Xurshid 13 yil oldin 22 yoshda ekan. U holda hozir, demak, Xurshid 22 ga 13 qo'shsak, demak 35 yoshdaligi ma'lum bo'ladi. U yana necha yildan keyin 48 yoshga to'lishiga 3 yil qoladi, deyapti. Demak, ikkinchi holatda 48 yoshdan 3 yil oldin, demak, u 45 ga kirish kerak bo'ladi va oxirgida 45 yoshga kirishlik uchun 35 yoshlikni ayirsak, demak 10 yilda bu holat sodir bo'lar ekan. Demak, savolga javob B bo'ladi. 23-savolda aytadi, mening qayig'imda 3 tadan kam doira bor deyilyapti. 3 tadan kam doira bor deganligi uchun bizda 3 tadan ko'p doiraliklar, 3 taliklar bizda javobdan chiqib ketadi. Endi uchburchaklar soni esa kvadratlardan 2 ta ko'p deyapti. Uchburchaklar, demak, mana bu yerda 2 ta, kvadratlardan ayirsa, demak bitta bo'ladi. Demak, bu bittalik javob ham bo'lmaydi. Bizda chunki 2 ta ko'p deyilgan edi. Endi bu C javob qolyapti. C ni tekshirib ko'rishimiz kerak. Uchburchaklar 5 ta bo'ladi, kvadratlar esa 3 ta bo'ladi. 2 ta bo'lyapti farqi. Demak, haqiqatan ham 2 ta ko'pligi tasdig'ini topdi. Demak, bu C kalitga mos kelar ekan. 24-savolda aytyapti, teng tomonli uchburchakning perimetri, demak, topilishi kerak bo'ladi. Albatta, tomoni 16 dan bo'lyapti. Demak, teng tomonli uchburchak tomoni 16 dan bo'layotgan bo'lsa, perimetr 3 dan 16. Ya'ni bu 48 bo'ladi. Kvadratning perimetriga teng bo'lsa, u holda kvadrat tomoni, demak 48 ni 4 ga bo'lsa, bitta tomoni 12 dan bo'ladi. To'g'rimi? 12 dan bo'ldi mana. Endi kvadratning tomoni bizda savolga javob 12 bo'ladi. 25-savolda aytyapti, do'konda katak daftar, demak, katak daftarni 300 ta deb belgilab olamiz. Yo'l daftarni yer deb belgilaymiz. Ya'ni bu 2 marta ko'p ekan. Qaysi ko'p? Yo'l daftar ko'p. 300 dan 2 marta ko'p bo'lsa, demak bu 600 ta bo'ladi. Bularning yig'indisi jami qancha bo'ladi? Jami bo'ladi 300 qo'shilgan 600. Ya'ni bu 900 ga teng bo'lar ekan. Demak, daftarlarning jami soni 900 ta bo'lar ekan. Demak, bu C kalitga mos keldi.
26-savolda aytyapti 2 soat 15 minut va 3 sekund necha sekund bo'ladi deyapti. 1 soatimiz demak 3600 sekund bo'lsa, 2 soatimiz 2 kara 3600 bo'ladi. 15 minutimiz 60 soniyadan bo'ladi va qo'shilgan 3. Ya'ni 2 ta 3600 demak 7200 bo'ladi. Qo'shilgan 15 kara 60 bu 900 bo'ladi. Qo'shilgan 3. Ya'ni 8103 soniya bo'ladi. Demak bu bizda C kalitga to'g'ri kelayotgan ekan. Demak 26-savol javobi C bo'ladi. 27-savolda aytayaptiki, demak mana bu bo'richani topishimiz kerak. Bo'richa demak 20 dan kichik bo'lsa 19 bo'lsin. U holda bu yerda 2 ta 19 bu 38. 38 37 dan kattaligi tasdig'ini topdi. Demak bitta bo'richani massasi demak 19 kilogramm deb belgilasak bo'ladi. 18-savol, 28-savolda aytilishicha, eng kichik to'rxonali son, ya'ni bu 1000 bo'ladi va eng katta ikki xonali son, 99, lekin bu yerda juft deyilganligi uchun 98 bo'ladi. Ularning yig'indisi 1098 ga teng ekan. Savolga javob berildi. Demak, bu savolimiz javobi B kalitda ko'rsatilgan ekan. Demak, 1098. 29-savolga yuzlanamiz. 4, 2, 0, 6 sonlaridan eng katta to'rxonali son. Eng katta to'rxonali son hosil bo'lish uchun nima qilish kerak? Boshiga albatta katta raqam qo'yish kerak, to'g'rimi? To'rxonali. Demak, boshiga 4 qo'yamiz. Yo'q, 4 qo'ymaymiz. Aksincha 6 qo'yamiz. Demak, 6. Keyingisiga, undan keyin kattasi 4. Undan keyingisi 2 bo'ladi va undan keyingisi oxirida qolgani 0 bo'ladi. Demak, 6420 bu bizda B javobda ko'rsatilgan ekan. Va bizda so'nggi savol ketma-ketlikdan keyingi sonni topish kerak ekan. Demak, 1, 4, 9, 16, 25, 36. Bu yerda bir bog'liqlik bor. Ya'ni 1 kara 1, 1. 2 kara 2, 4. 3 kara 3, 9. 4 kara 4. 5 kara 5. Diqqat qilamiz. Demak, bu yerda bog'liqlik demak 1 kara. Bir xil sonlar ko'paytmas ekan. 2 kara 2, 3 kara 3, 4 kara 4, 5 kara 5. Demak, o'z-o'zidan 6 kara 6, keyingisi 7 kara 7 bo'ladi. Demak, bu yerdagi keyingi keladigan son 49ligi ma'lum bo'ldi. Demak, kanalimizdan uzoqlashmang. Tahliliy testlarning yechimlarini, eng oson va qulay yechimlarini biz bilan o'rganishda davom eting.